Assalomu alaykum jigarlar, do'stlar, charchamayapsizlarmi? Bugun 30-iyul haftani payshanba kuni sizlar bilan kundalik tahlil videosi orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kun hammaga fayzli, barakotli, omadli bo'lishini tilab qolgan holda kundalik tahlil videosini boshlaymiz jigarlar. Xo'p, bundan oldin har doimgidek qiladigan ishimiz kundalik tahlilni boshlashdan oldin chatga qarashdan oldin avvalambor biz nima qilamiz? Forex Factory kalendarimizga qarab olamiz. Xo'p, bugun bizda kalendarda nimalar bor? Demak, 16:00 O'zbekiston vaqti bilan funtga yangilik bor ekan va 16:30 yana funtga yangilik bor ekan va 17:30 USD ga yangilik bor ekan. Bugun payshanbaligini hisobga olgan holatda yaxshi kun bo'lishini plan qilyapman. Ya'ni yaxshi New York Hillzone bo'lishini plan qilyapman. Sababi bizda 17:30 yaxshi yangilik bor. Haftani payshanba kuni odatda market yaxshi harakat qilib beradi. Demak, bugun kalendardan xulosa qilib oladigan bo'lsak, yaxshi kun bo'lishini plan qilsak bo'ladi, do'stlar. Demak, chartga qaraymiz. Har doimgidek dollar indeksi. Dollar indeksi buy side kutilayotgan edi. O'tgan kundagi kundalik tahlil videolarida ko'rgan bo'lsalar, mana PDRlardan OT, OB 4 soat time frame juda ham chiroyli harakat bilan buy side ga qarab, ya'ni 101.8 nuqtasiga qarab chiqib ketayotgan edi va kecha Fomus katta ehtimol bilan mana zonadan buy side ga sakrashi kerak deb o'yladim. Afsuski emas, shunchaki Fomus pastga qarab tashlab yubordi va bizga buy side hali ham saqlanib qoldi. Endi ertaga, demak, oyning oxirgi kuni bo'lar ekan va bizga dushanbadan yangi oyda savdo qilish nasib qilar ekan. Biz shuning uchun bir marta oylik time frame ga qarab olishimiz kerak bo'ladi plan qilishimiz uchun. Demak, xo'p, ochamiz. Juda qotib qoldi chartimiz. Demak, oylik time frame ga qaraydigan bo'lsak, dollar indeksida o'sha kutilayotgan oylik time frame dagi tepadagi FV ga, ya'ni mana oxirgi harakatni 50 da turgan FV ga dollar indeksi birinchi bora nuqtasi sifatida qaragan edik va biz hozir nimani ko'ryapmiz? Hozir oylik time frame dagi order block va bizga mana bugun ertaga dollar indeksi shu atrofda yopiladigan bo'lsa, bizga nima qilyapti? BC, ya'ni buy uchun FV ga tashlab ketyapti. Order block bilan buy uchun FV ga tashlab ketyapti. Dollar indeksi keyingi oy, ya'ni bu oy mana shu zonada qotib turib, keyingi oy oylik candle chiqib turib, low'ni o'sha FV ga tashlashi mumkin. Ya'ni bir oylik candle'da, bir dona candle'da tasavvur qiladigan bo'lsalaring, mana avgust oyini low nuqtasi aynan mana shu FV ga, order blockga tushib berib, undan keyin biz nima qilishimiz mumkin? Bundoq chiqib, yo bu FV ga yo mana FV ga yopilish ehtimoli bor, do'stlar. Mana shu plandaman yangi oylik candle'ni shunaqa yurishini plan qilyapman. Endi demak, bizda oylik FV ga agar qolib ketadigan bo'lsa, ya'ni BC qolib ketadigan bo'lsa, keyingi haftadan biz dollar indeksini sal pastroqqa tushishini plan qilsak bo'ladi, do'stlar. Xo'p, yana endi hozir biz haftalik BC da turibmiz narx. Bugun nima bo'lishini endi kelinglar plan qilib chiqamiz. Daily time frame ga olamiz. Daily time frame ga oladigan bo'lsak, bizda katta ehtimol bilan daily FV ga qolib ketyapti. Agar ertaga shu atrofda yopilishini plan qiladigan bo'lsak, bizda mana sell side aktual bo'lib qoladi. Ya'ni biz nima o'sha oylik candle planida nima qilamiz? Pastroq tushib, avgust oyining low nuqtasini yasab, undan keyin nima qilamiz? Tepadagi oylik time frame dagi FV ga chiqishimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Mana gaplar. Ana endi biz bugun nima bo'lishini kichikroq time frame ga tushib ko'rsak bo'ladi.
Demak, 4 soat time frame'dagi OTOB FVG'lar juda ham zo'r ishlab kelayotgandi va mana Fomis, shuning uchun kecha aytdim, biz Fomisda savdo qilmaymiz katta ehtimol bilan deb. Nimaga? O'sha doim kuchli yangiliklar plandan tashqarida yurib ketgan, ya'ni bo'ysunmaydi texnik analizga. Demak, xo'p, ana endi hozir nimani ko'ryapsiz? 4 soat time frame'da men bu order blok уже mensimadi. Men buni shoshilmaymiz o'chirib tashlashga FVGni. Nima qilamiz buni? Biz IFVG qilib ishlatib qo'yishimiz mumkin. Bu turish kerak. OT nuqtasini o'chirib tashlaymiz, OTni o'chiramiz. Mana men hozir ko'rayotgan narsam 4 soat time frame'dagi biz uchun ishlab bergan FVG impuls bilan buzilib, atkati 4 soatlik o'sha FVG'mizga, ya'ni ana bu FVG biz uchun nima bo'ldi? IFVG bo'lib qoldi. Ana o'sha IFVGga test berib, narx pastga qarab tushib ketyapti. Endi pastda nima bor? Pastda bizda yana bir zo'r ishlab bergan FVG'miz yo'q, ishlamay ketgan ekan. Ishlamay ketgan, ya'ni diskountda turgan yaxshi FVG'miz bor. Mana shu nuqtaga narx kelib to'xtadi va reaksiya oldi. IFVGdan yana reaksiya olyapti. Katta ehtimol bilan dollarni nima qilamiz? IFVGdan reaksiya olyapti deb sell side'ga qarab haydashimizga to'g'ri kelib qolyapti do'stlar. Baribir biz hozir dollar indeks agar pastroq yuradigan bo'lsa, yevro funtlar teparoq yurishini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozir dollar indeksida bora tarix ham sell side bugunga uzoqlik qilishi mumkin. Bilmaymiz, ko'ramiz buni. Ko'ramiz. 1 soat time frame topib ko'ramiz. Menimcha 1 soat time frame'da unaqa qiziqarli nuqta yo'q, bolalar. Xudo olsak, midnight tepasidan nechida qaytgan? 3:00 da kunlik high yasalib bo'lgan уже menimcha PDL aktual bo'lib turibdi dollar indeksida, bolalar. Chunki nima? Har doim kunlik highlar, lowlar kilzonlarni qiziq vaqtida yasalsa, katta ehtimol va qiziq PDR'da yasalgan high va lowlar kunlik high, kunlik low bo'lib qolish ehtimoli yo'q emas, bolalar. Endi nima kutishimiz mumkin? Endi dollar indeksini ozroq hozir newslarda ozroq yana balandroq chiqib, PDLga tushishini plan qilsak bo'ladi bugunga. Mana men shuna qilib targetni yoki mana sell saytlargacha olib tushsak bo'ladi dollar indeksini. Keyinlar yevrolarga qaraymiz. Yevrolarda agar qiziqarliroq target bo'lsa, o'shanga bugun buyni ishlab olsak bo'ladi. Demak, вот mana bizda haftalikka olib o'taylikda bitta. Haftalikda bizda ishlagan FVG bor va ishlagan FVGning ichida o'sha bizga o'tgan anaqada ham kundalik tahlil videosida ham aytdim, FVGlarni ichida ishlab ketgan high va lowlarni market nima qiladi? Bir marta, yana bir marta test qilib tushib ketish ehtimoli bor. Xuddi mana shu narsa 1 minutlikda ham, 5 minutlikda ham, soatlikda ham hamma time frame'da bir xil ishlaydi. Mana bu narsa ya'ni weekly'da ham ishlashi mumkin. Demoqchi bo'lganim, mana bu FVGda turgan high biz uchun marketni borar nuqtasi deb olsak bo'ladi. Ya'ni biz uchun target nuqtasi deb olsak bo'ladi. Daily time frame ga olib o'tadigan bo'lsak do'stlar, tak, daily time frame'da da bu biz uchun juda ham zo'r buy side bo'lib qoldi. Mana buni BSL deb bemalol olsak bo'ladi bugunga. Tak, daily time frame'da katta ehtimol bilan bizga FVG tashlab ketyapti. Keyingi oy nima bo'ladi? Keyingi oyimiz yangi ochilayotgan oyimiz, ya'ni avgust oyimiz. Men bu premiumda esingizda bo'lsa, qaysidir tahlilimda aytgandim, yevro mana shu nuqtadan chiqib berib, keyin mana bu sell side'ga tushsa zo'r bo'lardi degandim. Mana bu yerda qaytib ketgani juda ham yaxshi. Mana bu targetni hozir olmasdan bizga mana bu zonadan sell yurishi juda ham qiziqroq. Ana endi oylik time frame, ya'ni bir dona candle'ni high nuqtasi qayerda yasalishi mumkin? Ya'ni avgustda high nuqtasi, ya'ni bir dona candle'da eng maksimum nuqtasi o'sha daily time frame'dagi premiumdagi FVGda. Mana shu zonaga narx chiqib turib, kuchli impuls bilan tashlab bersa, bizga SMR deb oladigan bo'lsak, market maker buy modeli bilan yana bundoq qilib
olib tushsak bo'ladi. Mana bu sell sidegacha zo'r targetni, ya'ni swing ushlasalar ham bo'ladi bemalol. Va bu nuqtadan bemalol har bitta lovlarga qarab ataka qilib kelsak bo'ladi jigarlar. Tak. Bu umumiy plan edi yevroda. Fomuz bizni mana bu yerdagi sell saytimizni olmasdan tepaga chiqib ketdi va bizga boshqa plan tuzishga majbur qildi. Mana bugun mana bu sell sayt men uchun juda ham aktual bo'lib qoladi. 4 soat time frame ga oladigan bo'lsak, cho'zilib ketyapti. Qisqaroq qilamiz kundalik tahlilni. Xo'p, mana BSLimiz aktual. Bugun borar nuqtasi, bugun template'ga ham yaxshi tushib beryapti. Tak. Mana bu low nechida? 1da yasalganmi shunda bizga? Mana bu IFVga kirdim ekan. Ozgina qolibdi. Zo'r IFVga bor ekan, qaraydir. Mana bu nuqtada. Juda ham zo'r. Ozgina qolibdi. 4 soat time frame, 1 soat time frame oladiganmiz. Lekin dollar indeksi aynan zo'r IFVdan qaytyapti. Shuni inobatga olib turib, bemalol tepaga уже pastga tushmasligi mumkin. Mana katta FVgadan ham reaksiya bor. Tak, ana endi bizda target BSL turibdi. Tak, bugunga borar nuqtasi 30 minut time frame ga oladigan bo'lsak, nima bor? Nima bor 30 minutda bizda ochiq BPR bor. Mana bu kunlik low bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, ehtimol, katta ehtimol bilan. Chunki vaqti 3:30 ga to'g'ri kelyapti. London Killzone'da 3:30 vaqti. Kunlik low yasalib, uje biz nima qilishimiz mumkin? Mana bu zonaga chiqishimiz mumkin. Agar bizga hozir dollar indeksidagi yangilik pastga olib tushib beradigan bo'lsa, yevroni biz mana bu BPR nuqtalaridan longga harakat qilib ko'rsak bo'ladi deganlar. Mana shu nuqtadan yana long harakat alt 1 soatlikka yana bir olib ko'ramiz-da, qiziq nuqta bormikan. Chota internetim yaxshi emas. 2 soatlik 45 minutlik time frame ga ham ba'zida bir qarab qo'yamiz. 15 minut time frame. Hop, yo'q. Bizga faqat shu nima 30 minutlik BPR va FVG. Mana bu yerda FVG BPR bir nuqtada turibdi. Mana shu nuqtalarga agar yaxshi vaqtda tushib bersa, mana shu nuqtalarda SMT, mana bu lowda SMT bo'lishi mumkin. Ya'ni dollar indeksi olib qo'yib, yevro ola olmasligi mumkin. Balkim yevro bir tozalab keyin mandaqa tema qilishi mumkin. Xullas, mana shu lowlarda yoki SMT yoki qiziq vaqtda to'g'ri keladigan New York Killzone'da silver vaqtlariga to'g'ri kelib qolsa, men mana bu targetga qarab bemalol buy ishlab chiqqan bo'lardi. Ya'ni 40 pips juda ham zo'r harakat bo'ladi. Yevroda mana bugungi tahlil mana shundan iborat. Funt ko'ramiz bolalar. Tak. 4 soat time frame ga olamiz. Xo'sh. Daily ham olamiz. Bironta FVga bormikan? Dailyda zo'r ekan lekin bo'ldi. Xo'p, bizda nima bor? Ko'rayotganlaringdek, biz uchun target nuqtasi bor, ochiq FVga turibdi. Mana. Qancha qoldi? 20 pips qoldi. Ozgina harakat qilib bersa, 30-40 pips ishlab bersa bo'ladi. Mana buni target nuqtasi sifatida bugunga borar nuqtasi sifatida olsak bo'ladi. 4 soat time frame ga oladigan bo'lsak bo'lar. Xo'sh. Yevro bilan qayerda senti ko'rsak bo'ladi. Tak, 4 soat hech yo'q. FVgadan reaksiya borda. Mana nuqtalar zo'r bo'ldi. 30 minutlikdagi mana nuqtalar zo'r bo'ldi. Mana bu FVG va midnight, ya'ni kunning ochilish nuqtasi bir joyda zo'r turibdi. Bizda lowlarda senti bo'lgan ekan. Mana shu zonalardan agar kichkina time frame da tasdiq beradigan bo'lsak, midnightdan 40-50 pips ishlab olsak bo'ladi. Ya'ni daily time frame dagi magnitni nuqta bu nima? FVG hisoblanadi. Xo'p, tillaga olib o'tamiz. 4 soatlik. Xo'sh, tillada mana bu yerda sal vaziyat boshqacha. Dailyga olib o'tamiz. Dailyda ham qaranglar, juda xunuk rangeda turibdi. Dailyda adashmasam, bolalar
safetiesdan qaraylik. Mana bu sell side aktual deb aytgandim. Tillada vaziyat qiyin bo'ldi. Bugunchalik tillada ishlamagan bo'lardi. Chunki daily'da ham bir range'da turibmiz-da. Qaysi PDRA'dan reaksiya olganini bilmayapman. Mana qaranglar, 4 soat deyman. Yo'q. Tillada bugun men uchun skip. Hop, Nasdaq kelinglar, buni ham oylikdan boshlab tushib kelamiz. Oylik nima bilan bo'lyapti? Qayerda yopilmoqchi va keyingi hammasini o'chirib tashlaymiz. Mana Aziyani anaqasini ham o'chirib tashlaymiz. Kelinglar mana. Oylik time frame ga oladigan bo'lsak, biz mazlida oxirgi candleimiz FVG ichida yopilyapti. Juda ham muhim zonada yopilyapti va keyingi candle ochilib yana lowga pastroq tushishi mumkin. Qayerga tushishi mumkin? Endi mana bu impulsni o'ti tortmaylik, mayli anaqa tortaylik. Premium va discount zonasini tortib olsak, hali ham premiumda narx. Hali ham premiumda va bizda nima? Discount roda birinchi turgan FVG bor. Ya'ni haftalik time frame'da katta FVG bor. Mana shu zonaga pastroq hali ham tushish ehtimoli yo'q emas. Ana endi nima qilamiz? Bundoq olamiz. Mana FVGimiz ko'rinib turishi kerak bizga. Kunlik candle low nuqtasi yo'q. Tak. 4 soatlikka olamiz bolalar. Tak. 4 soatlikda ham juda ham xunuk ham bu yerda kecha. 7 ga olamiz. Odatda Nasdaqda 7 soatlik time frame'da ham vot mana bu yerda qaranglar bolalar, order block bor ekan. Shu zonada ochiq FVG bormi? Tak. 4 soatlikmi? 2 soatlik, 4 soatlikda ochiq FVG yo'qmi? 1 soatlikda. Aziya Hay bormi? Aziya Haymi? Da, Aziya Hay bor ekan bu. Menimcha ESM olib qo'ysa kerak Aziya Hay. 4 soat time frame ESni ko'raylik-da. Soatlik, 2 soatlik. Tak, 7-8 ta ko'rib olamiz. Umumiy plan sell, Aziya Haylardan keyin sell ketishi mumkin yoki mana bu narsa ham bo'lishi mumkin. Bizga target misolida mana bu haylar ham zo'r turibdi. Tepasida chunki ochiq PVG bor. 7 soatlikda ham adashmasam ochiq PVG turadi. Yoki mana bu ochiq PVG bay ishlab chiqish aktual bo'lib qoladi yoki Aziya haylarini yechgandan keyin yana nima PDL gacha yoki mana bu haftalikdagi ochiq discountdagi PVG gacha yana short ishlab tushsak bo'ladi. Baribir bu narsa bozor ochilgandan keyin, fondoviy rinok ochilgandan keyin qaraymiz. Lekin kecha bugun Nasdaqda yaxshi harakat ko'ra olmadim. Kechadan oldingi kuni ZD bo'lgan, kechirasizlar bugun deyapman. Kechadan oldingi kuni ZD, kecha Fomus kuni deyarli zo'r entry, zo'r qiziq narsa ko'rmadim va mana bu kuni zo'r bo'ldi. Mana 27-kuni zo'r bo'ldi. Sell side mana bu orqada sell side bor edi. Zo'r mana bu short harakat qo'yib bordik. Undan keyin ZD bo'lib qoldi. Kecha Fomus kuni. Shu bilan Nasdaqda deyarli hech narsa ko'rganim yo'q bolalar. Tak, kundalik tahlil videosi shundan iborat. Kanalga podpiska bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalimga. Doimiy qiziq ma'lumotlar, kunlik yo'nalishlar, ideyalarni tashab boraman. Va bu videoga ham like bosib qo'ysalaring bolalar, juda ham xursand bo'lardim. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar.